Tarvuz yetishtirish loyihasi. Ushbu loyiha Mikrokredit bank ATB POP bank xizmatlari markazi hamkorligida Namangan viloyati POP tumani Yuksalish MFI 393-394 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda tarvuz ekilgan. Maydoni jami 10 gektar. 393-konturda turibmiz hozir. Bu 5 gektar. Yana 394 bu tomondagi konturda bor 5 gektar tarvuz ekilgan. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekilgan tarvuz hosili yetilishi jarayonida. Ekinlarni yetishtirish 30 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Zararkunanda hasharotlarga qarshi kimyoviy preparatlar sepiladi. Ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha yarim gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Uyg'ur Brendtex ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 50 tonna, jami 500 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Ushbu hosil o'rtacha 3000 so'mdan hisoblaganda 1,5 milliard so'mlik tarvuz sotilishi rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadlarini oshirish niyatidamiz.